Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, o'rtoqlar? Xullas, e'lon Telegram gruppamda ko'p ayol qizlarimiz bilan har xil temalarda suhbat qurar edik. Lekin u yoqqa men blogerlik haqidagi kursimni darsligini ham joylagandim. Kimgadir bu kurs kerak, kimgadir kerak emas. Shu sababli blogerlik haqidagi kursimni alohida Telegram kanalda olib borishga qaror qildim. Uyga vazifalar topshirsam menga hech kim yozmadi, chunki imkon yo'q u yoqda. Video jo'natishni, rasm jo'natishni o'chirib qo'yganman. Instagramda mana videoga o'zinglar olib keyin отметка qilinglar desam, ko'pchilik tushunmadi. Buni ham yotig'i bilan tushuntirish kerak, chunki bloger bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga shunga alohida kurs ochamiz, alohida kanal ochamiz va o'sha yerda davom ettiramiz. Ko'pchilik biladi, aynan men blogerlik sohasiga kirib kelganimdan keyin hayotim tubdan o'zgarib ketgan. Topish tutishim ham o'zgarib ketgan, to'g'risi.